Gülüm menim üçün yangan dilimni bu taqdirimin sınaqlarıdan tangtayli bergin kulumni Senin varlığın mikrim bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dilhanangi taşlısan kadar Çin muhabbet akiden bilen Dilhanangi taşlısan kadar Çin muhabbet akiden bilen Dilhanamga tashlasan qadam Dilhanamga tashlasan qadam Adaş deme. Emdi adaş deme. Emdi. Bir içimni sıkmay gitmem olsa uçuk kız. Sen sadın benden nimene yuşuratsa. Bu işini benden yuşurup geldim mi? Adaş ben... Adaş deme. Emdi adaş deme. Emdi adaş deme. Adaş özün tutup al. Ulam da o. Emdi ben kömge müşkül kaldım ha artist kız. Ha? Turmuştaki kandıracaklarım. Yıldanın moğa sadıklığı edip yürüptüm. Aslı rolünü ben oynaptım ha. Oyunumda başkalar görüptü. Dostum ben kadirleptim. Ben. Yağırını başkalar yüşürüptü. Özün tutup al bulam da o adaş. Ben sana düşendiray. İsit. Kurup kes sonunda öy. Adaş. Bunda dostluk. Ha Mayra, yaxshimi? Yaxshi emas Eldor. O'zingiz nada hozir? Sizning xizmatingiz shundoq ko'ngilli tursa, siz yaxshi emas desangiz, biz nima deymiz endi? Chaqchig'ingizni keyin qiling Eldor. Hozir siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, nada ko'rishimiz? Siz hozir idorani oldiga keling, saqlayman sizni. Bek Mayra pek jiddiy bu. Şuradan ben chiqib kiray, Başında sıra kayda ha? Ma'qul qaptirjam oldi. Hey Eldar, Hop, qaytashingda men degan hali kitobni akilishni unutib qolmagan ha? bosh ustiga olinglar.
qarab qo'yibdi. Men qamganda balkim uyga baqamsiz ya. Siz burası neymiş qilma? Meni kechiring Ildar. O meni tushuntirishimga faqat fursat bermadi. Uning mijozi siz mendan obdan bilasiz o. Sen bek baxtlı gelsin adaş. Qarab baqay balanın umaqlığına. Ildar ma'lumlarda xabar alınanda atrofimda parvandek sürüydü ekan. Qiynadan qiynab olingan ish kishini ko'rmasa turolmaydigan bo'lib qoldi. Sen bek masligim kelyapti adaş. Lekin shu baxtdan ayrilib qolg'ili tas qoldim emasmi? Beshimga og'ir kun tushganda qilgan yaxshiligingni hargizmi unutib qolmayman jinim adashim. Bu qanchalik ishdi adaş. Ben Ildar'ını rənciməyimə adaş. Sen onun rahmet etsen oldu. O seni adam kıldı. Nadira. Hazır keyfiyyatınızı düşünüme. İşler siz oylagandek emas. O degenin qo'li ras adash. O ishlarni o'ylasam, Ildarga ichim og'riydi. Endi gunoying tunib yetding adam. Mening tushuntirishimni xohlamsiz, Nadira. O'tinib qolay. Sizdan ayrilib qolg'im yo'q. Bu yurak so'zim. Meni kechiringlar. Bo'ldi adaş. Endi bu ko'ngilsizliklarda Ildarning ko'ngli yana g'ashqib yemish qilasa. Eng muhimi ko'ngilning poklanganligi Ildarga bo'lgan sadoqating. Endi kun hammanni so'rib жүрмәй. Aldanga keldigan yaxshi kunlarga nazar tashla. Lekin bu deganim eringdan sir tut yoki ishlaringni maxfiy tut degan emasmi? Er-xotinlar o'rtasidagi muhabbatning ishonchini to'g'rilab olib qolma.
Yüz bergen bu işlarni faqat qabul qilamay, sizga telefon qilib kelishim. Meni kechiring. Neyimlen deydiğin siz canım kızım. Siz kelsiniz. Ben elbette hoş olman da. Telefondaki gaplarınızı anlap. Çoğun bir iş oldu da kanım tuyğandı. Ben Ildar bilan ajrashib ketdim, aytaman. Canım kızım. Kızım. Dana. Saat neymiş oldu? Bana dana. Ildar Minançı Nadira. Nim demoqchisiz demamsiz. Aytan apangizning qishig'i berib boqamdiq ya. Mayli. Salamның hürmeti bolsun. Yaxshi-ku. Konu qadinasınızda mikrinizde üzənməbdi ekansiz aslida. Hamoqatning burni saxta pazini qarmaqada deb beka demabdi ekan konular. Hamoqat degan o'zingiz. Vafodor ayolni aldab, nomus qilmasdan taloq qilgan odamga yarashidi. Saxta paz degan nom, uqdingizmi? Uqdim, xanam, uqdim. Vafodor ayol bo'lgan bo'lsangiz, nomus qilishni bilgan bo'lsangiz, erining do'ppisiga jidi silib, bu yerda bulun quchoqlarda uchrashib yurmagan bo'lardingiz. Ildar, Nadira, o'zinglarni besivinglar. Bir-biringlarni bunda o'rinsiz ayblayvermanglar. Biroz ongsim sat emasmi? Chiroyli gap bilan hal qilib bo'lmaydigan ish yo'q-ku bu jonda. Avar olmang Mayra. Buningga chiroyli gap qilmaydi vafosizga. Siz vafodor, ha? Şuna güdək, sadda, aq ko'ngil qizlarga qiltaq qurib, o'zingizning vafodor ayolni xorlayapsiz. Undaq dema, Nadira. Ildarni o'rinsiz qarlama. U hech qanday qizal qiltaq qurmadi. Bo'ldi Mayra. Sinim bilib qo'ydim. Vafosiz qanchalik chappan yapsangmi, uning saqti pazligini yushirib bo'lmaysan. Sen axloqni yo'qotibsan, Nadira. Shu tapda %100 xatolashyapsan, uqdingmi? Uqdim, Mayra, uqdim. Düştümen pulni mukkada soqoylab, beshini ichiga tiqib yurgan ko'rmamsa, bu qaqlashdi-ku. Meni qutuldirganing mushuma? Choyonni kalva chaqlab qilayotgan shumam sen saqlaysancha. Qani ko'ramiz. Choyon yamonmi yo saljimi? Şöhretna deganlari rost emasmi? Yashangan kesilchan ota-onam jafo chekivermisin. Ularni bu dunyoning huzur alavdidan mahrum qilmasin deb o'zimni qurbon qilayotganligim yolg'onmi?
Asımның mal dünyasıga qiziqib, bəgən vədlərə işendim. Yaqınlarımның nəsihətlariga qulaq salmadım. Öz iradəmə xilaf balda ko'nglim tushmagan birisi bilan to'y qilmoqchi bo'layotganligimni vicdanning buyruqi degan bo'lamdi. Bichara Shuhrat, sizning deganlaringiz 100% haqiqat. Siz menga pak so'ygingizni beg'ishlab turdingiz. Lekin men sizning pak orzuingizni to'sib etdim. Men bekmi shaxsiyatchan sizga. Bilmem, şu tatlı sizning yuragingiz hasrat bilan to'lib ketdi. Lekin men endi keynimga yonolmayman. Ota-onam bilan qarindoshlarim boy yashab, xo'shallik bilan turmush kechirsalar, men har qanday jaboim ko'ngilsizliklarni yengib keta olmayman. O'zimning ko'nglimni bir yoqqa qayirib qo'yib, Nadira adamga o'xshash turmushga xo'shallik bag'ishlay olmayman. Sizning nom sharifingizne burundan anglagan. Bugun siz bilan tanishib ko'p xursand bo'ldim. Rahmat sizga. Qani, qahva ichgach o'tirgan? Boshqalardan sizning shirkatingizni texnik kengaytib, cho'ng bir ish qilish planingizni borligini bilib, siz bilan hamkorlash qilgan.